Akalar, sizlar bilan ajoyib eksperiment qilamiz. Traktor 2 mashinamizni 100 kilometrga necha litr rasxod qilishini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bu menimcha hammaga qiziq bo'lsa kerak. Zavod tomonidan 6-7 litr deb bergan. Sizlar bilan shuni amalda ko'rib chiqamiz. Benzinni ham quyapmiz. Qo'shimcha quyamiz. Endi avtomat o'tdi. Qo'shimcha quyapmiz. Qo'shimcha quydik. Endi 100 kilometr yurib turib yana o'lchab ko'ramiz. Okimiz ham ko'rdilaring toshguncha to'ldirib oldik. Endi tablolarni nol qilib 100 km shahar ichida aylanib kelib boshqa yerni o'lchab ko'ramiz. Mashinamizda kerak ko'rib turibsizlar, ro'ppa-rosa 100 km yurdi. Tablolarda 901 litr rasxod ko'rsatyapti. Sizlar bilan bitta polniy bak benzin quyib, necha litr to'g'ri rasxod qilganini ko'rib chiqamiz. Xullas benzinni quyapmiz. Necha litr ketadi, sizlar bilan bitta ko'rib chiqamiz. Boshlandi. Labidan toshguncha qo'yamiz. Уже 7-9 litrda bu pistolet o'zi tashavordi. Biz toshguncha qo'yamiz. Hozir necha litr to'ldirib ketishini ko'ramiz sizlar bilan. Bu toshiguncha quydik. Ro'ppa-rosa 809 litr ko'rsatyapti. Akalar, ko'rdilaring, Traktor 2 mashinamiz 100 kilometrga ro'ppa-rosa 9 litr rasxod qildi. Bu yaxshimi yomonmi men to'g'ri bilmayman. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Yana qanaqangi mashinalarni shunaqangi test drive qilib ko'rsataylik. Qilgan ishimizga bittadan like bosib, Traktor 2 bor yoki Traktor 2 olmoqchi bo'lgan tanishlaringga videoni yengil jo'natib qo'yinglar.